Shahrimiz ko'chalarida mashinalar va yo'lovchilar juda ham ko'p. Ular har biri turli tarafga qarab yo'l oladilar. Bir-birlariga xalal bermaslik uchun insonlar yo'l harakati qoidalarini o'ylab topganlar. Shu munosabat bilan davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida noyabr oyining asosiy mavzulari transport yo'l harakati qoidalari bo'yicha bo'lib o'tmoqda. Biz esa Zomin tumanida joylashgan 12-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining musiqa rahbari Xurunso G'afurova tomonidan o'tkaziladigan mashg'ulot jarayonlari haqida so'z yuritamiz. Ushbu muassasada tarbiyalanuvchilarga ilk qadam o'quv dasturlarini amalga oshirish bilan bir qatorda ularni ijtimoiy hayotga kirib borishlarini yo'lga qo'yish maqsadida turli ko'rinishdagi rang-barang tadbirlar, kechalar, uchrashuvlar uyushtirib kelinadi. Bolajonlarni vatanparvarlik ruhida ulg'ayishlari uchun har bir hafta mobaynidagi mashg'ulotlar, musiqiy va teatrlashtirilgan sahna ko'rinishlari namoyon bo'ladi. Bu orqali ulardagi badiiy ijodiyotga qiziqishlari yanada ortib boradi. Musiqa rahbari Xurunso G'afurovaning musiqiy mashg'ulotlari ham aynan noyabr oyida tashkil etilgan transport yo'l harakati qoidalari, hayot xavfsizligi asoslari oyligi doirasidagi ehtiyotkor piyoda mavzusida bo'lib o'tdi. Bugungi mashg'ulotim davomida bolajonlar bilan svetofor haqida tushuncha, ya'ni yo'llarda qanday yurish kerakligini tushuntirib o'tdim. Bugungi faoliyatimda yana biz qiziqarli o'yin o'ynadik, ya'ni unda svetoforni ranglarini to'g'ri top bolajonlar bilan svetoforni ranglarini o'zlari erkin holda svetoforni bilishni maqsad qildimda. Maqsadim shu. Syujetli rolik bu peshoxodning yo'llarda qanday yurish, svetoforga qanday muomala qilish, yo'llardan o'tayotganda kattalarga yordam berish, haydovchilar bilan ehtiyotkorona bo'lib yo'llardan o'tish qoidalarini ozgina bo'lsa ham bolalarga tushuntirdim. Tarbiyalanuvchilar yo'llardan to'g'ri foydalanishlari va harakat xavfsizligini chuqurroq o'rganishlari uchun yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan yo'l qoidalari va yo'l belgilari tushuntirib o'tildi. Shezil tayyorli deyiladi. Bu bilan yo'l patrul xizmati xodimi, ya'ni biz transport vositalarini harakatini hamda piyodalarning harakatini boshqaramiz. To'g'riga deganda transport vositalariga yo'nalish ko'rsatiladi. Har bir maktabgacha ta'lim tashkilotlarida musiqa rahbarlarining o'rni beqiyos hisoblanadi. Ayniqsa tarbiyalanayotgan yosh avlod qalbiga musiqiy ruh va shijoat bag'ishlaydi. Bu faoliyat boshqa faoliyatlarga qaraganda juda ajralib turdi. Ya'ni musiqiy o'yinlar, raqslar, kuy-qo'shiqlar bilan biz bolajonlarga, bizlarga juda manzur keldi. Yana bir tarafi Zomin tumani yo'l patrul xizmati xodimini tashrif buyurgani bo'ldi. Bu orqali biz shu tashkilotda tarbiyalanayotgan tarbiyalanuvchilarga yo'l patrul xizmati xodimi kerakli bo'lgan ma'lumotlarni, yo'l qoidalari, ularga rioya qilish haqida juda chiroyli ma'lumot berib o'tdi. G'afur va Xurunso shu paytgacha bo'lgan hamma tadbirlarda juda chiroyli faoliyat olib borgan, bolajonlarga juda chiroyli raqslar, kuy-qo'shiqlarni o'rgatib kelgan va hozirgi bo'lib o'tkazgan faoliyatida ham buni o'z aksini topdi. Shunday qilib musiqa rahbari tomonidan o'tkazilgan musiqiy mashg'ulot o'z nihoyasiga yetdi. Dostonbek Bahromov Zomin tumanidan maxsus tayyorladi.